Assalomu alaykum hamyurtlar. Mana bizda yangilik. Juda ko'pchilik so'raganda rotorlik, hop 9 talikdan katta motobloklar uchun o't o'radigan kasilka, rotorlik aylanadigan variantidan faqat bu ishlangan. Ozgina ishlagan. Hamma narsasini mana chiroyli qilib remontini qildik, kraskalab qo'ydik. Hop. Bu motoblokda qishloq xo'jaligi deydi, orqa tomonda vom chiqqan bo'ladi. Unga mana bu shkip bilan o'rnarka, bu shkipini ham qo'shimcha qilib beramiz. Motoblokda rolun tagiga mana bu qotarka bundan mana bularga qotadi. O'sha xullas kalon hamma qo'shimcha bitta motoblokga o'rnaydigan narsalar bilan hamma narsasi bilan beramiz. Xo'p, bu 3 ta pichoqli ekan. Xo'sh, 3 ta pichoqli ekan. Mana tak ko'rinishi. Mana tak ko'rinishi. Bunisi aylanarka. Hop, pichoqlari germanskiy pichoq aka. O'zi Xitoy texnologiya shiklik, lekin pichoqlari modern Germaniyada yozib qo'yibdi. Pichoqlari mana o'zining zavodskiy pichoqlari. Zavodskiy pichoqlari. Buni o'zimiz tayyorlab qo'ygan joyimiz yo'q. Unaqa ko'p ishlamagan, ozgina ishlagan narsa ekan. Hop, reduktorlarini ko'rdik. Vomlarini, hamma narsasini ko'rdik. Mana bu yerdan remin orqali aylanar ekan, mana. Remin orqali aylanadi. Hop, reminda ishlash prinsipi, reminda taranglaganda rotor aylanib, reminda bo'shatganda rotor to'xtar ekan. Kimga agar shunaqa kasilka, mana shu kasilka yoqsa, telefon nomerini qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat. Like esdan chiqmasin.